Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Farhodjon akamizning xonadonlaridamiz. Samarqand viloyat Pazdarg'om tuman Moskva kolxozida. Farhodjon aka, xormi, yaxshimisiz? Sizni aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Sog'lik zo'rmi? Qani endi aka? Qandaysiz? Rahmat, yuribmiz. Obunachilaringiz ham zo'rmi? Rahmat, hammasi. Charchamay ishlayapsizlarmi? Yuribmiz aka. Qani aka bu? Sigirimiz bor edi, shuni bir chiqaraylik dedik aka. Aha. Yaxshi kunga ertak pul kerak edi, sotyapmiz. Aka, bu nimaga o'zi orqasini ko'tarib turibdi? Buni hozir ishonsa, ishonmasa endi baribir negativ gaplar bo'lishi mumkin aka. 2 soat bo'ldi, ho'kizga qo'yib keldim aka. Videolari ham bor, ko'rsataman endi ishonganlarga. Bu majburiy emas, ishonsin, ishonmasin. Videosini ham qo'yamiz, videoning davomida. Qo'yildi deng. 2 marta hozir 2 soat bo'ldi, men Nurbek ho'kizga qo'yib keldim aka. Hurmatli. Ertalab buni sotamiz deb maslahat qildik. Qandaydir bilmayman. Abitda kiyib o'tirdi, endi kelgan mo'l qo'yib keldik uni. Oladigan aka, shu bu molni egasi Xudo xolasida sizdan keyingisi. Shu juda baraka topadigan inson ekan. Nasib. Qarang, sababi ham yonida, ham mana o'zi qiynalmaydi-da, novosizlamaydi aka. Ha, novosni ham zo'rg'a qo'ydik, videoga oldim, spesialni sotaman dedim. Qiziqqanlarga ko'rsatib beramiz videosini ham, olgan gap kerak emas. Mana. Nechinchi tug'ishgan aka bu? Aka, uchinchisi mana bu. 4-inchisiga qochdi. Qochdi. Men ham sotib olganman. Men endi tushuncham bo'yicha shunday. Tishi ham zakonni. Oluvchilar kelib ko'rib, tishini ko'rib olaversin. Hurmatli akalar, birinchi, ikkinchi, uchinchi vaqtgacha mol kuchga to'ladi-da. Ana undan keyin kuchga to'lib nasib bo'lsa ishlab ketaveradi. Shunday, ya'ni 4 ga qochdi nasib bo'lsa. 4 ga endi qochdi. Hali yosh mol. Ha. Bu bolasi g'inojin ekan. Bolasi g'inojincha aka. Nechta sutga beramiz aka bu? Aka, shu 20 tada, unday ko'p, kam kerak emas. 20 ta 18 ta sutga olsin aka. Yana bir gap aka. Kis tomoqqa bersa oladi. Bermasa 10 ta ham yo'q aka. Qancha bersa shuncha oladi. Buni sherigi bor edi. Chiqaramiz dedik, bir Xaptoqning qishloqda akamiz o'zi video qilishga sut qilmadik, bitta sherigini qishloqqa sotdim, u bibola edi. Davolang aka ularni. Endi qarang bir gapda, bu sigir qochadi-ku. Qochgandan keyin uni siz ham yaxshi bilasiz, chorvadorlar ham yaxshi biladi. Endi baribir qochgandan keyin ozmuncha suti qisqaradi. Ha, endi bir-ikki nasib bo'lsa buni yem bermaymiz, tuz bermaymiz. Endi bir-ikki yemaydi bu. Endi to'xtasin deb bermaymiz-da yem. Yeyotdi lekin shiplachi yemayapti. Sog'in vaqtiga borgani yo'q. Mana dimini ko'tarib turibdi. Mana Xudo xolasa haqiqiy 100 ga 100 original ona bola. Aka, qornidagi ham endi Xudo xolasa endi Alloh nasib qilsa ketdi deb yo'q. Nasib aka? Aka, nasib bo'lsa to'xtab ketar. Nasib bo'lsa. Katta navoz 2 marta chopdi. Rasmi bormi aka shuni? Videosi bor aka, videosi. Bormi ko'rsatishdi? Bo'ldi aka. Qiziqadi. Endi Nurbekjon akamizni ham ko'pchilik taniydi. Uyiga borib video qilgandik. Ha, Nurbekning o'zi ham tishgan aka. Bering qara aka. Hozir qo'ydim aka. Soatlariga chiqaramiz, qarang. Soatlarni ham ko'rsating. Videoga olingan 21-dekabr 2025-yil. 15:17 da. Mana hozirgi vaqt 16:53. Mana buqa. Mana shu navosmi aka? Ha, shu navos. Nurbek. Mana shu sigir. Ha, hozir past chiqirdi joyda chopdi. Mana. Hurmatli aka, qo'yib keldik aka buni. Chopiladigan joyi ham bor edi mana. Nurbekda o'zi ham videoga tushgan. Hozir ko'rsatamiz. Mana shu sigir mana. Mana o'sha. O'zi bu boshidan oxirigacha kelib qo'ydi menimcha mana. Mana shuncha shoxchasi bor. Ho'kizda. Mana sigirda belgisi. Bu tirnoqchada mana shoxchasi bor. Shu sigir mana. O tomonda mana Nurbek ukamiz navosi u tomonda ko'rinmay turibdi. Mana aka telefoningiz. Aka, bir gap. Mana aniq hammasi. Aniq oydin ishonsa ham, ishonmasa ham. Shunday, xoh ishonsa, xoh ishonmasin aka. Bo'z deya olmaymiz aka. Ha, endi ya Xudodan. Nasib bo'lsa to'xtab ketar, yotpotlarni ham qo'ydik. Endi sog'lom mol to'xtab ketsa kerak, yana ham Xudodan aka. Necha beramiz aka? Bahosini ayting buni. Aka, buni yaxshi kunga sotmoqchimiz. Sotish maqsad. Qimmat narxda aytib, mana hammadan mana negativ gaplar kerak emas. Sigirni narxi aka 66 million. Gapda kamgina xayriga o'tib beramiz aka. Kelishamiz aka. Kelishamiz aka. Xudo xolasa. Urg'ochi men bolachasi aka. 66 million deyapsiz. Ha. Do'stlar, bilasizlar, gapda kam bor. Ayrim joylarda video qo'yyapmiz, to'g'ri 70 million, 77, 78, 100 million, 80 million mana shunday deyapti aka. Misol qo'yilyapti. Endi u ana shu qo'ygan insonlar ham endi qarang, bir joyga bordik 10 ming dollar dedi, ikkita sement aldi. Lekin aka
kaypiga qo'yyapti, endi kesin savdoni qilsin deyapti-da. Ha. Oladigan aka inson borku, endi bahoni qo'yadi. Oladigan kelib turib savdoni qiladi. Shunday aka, u Ko'ngil- ko'p ko'ngil baland tutsa pulda beraveradi. aytib o'tirib kerak emas. Maqsad sotish, yaxshi kunga sotyapmiz aka molni. Ha, yegizib ham ko'raylik. 66 million dedingiz, aka. 66 million aka, 66. katta xayriga qilib beramiz. Bolasi g'inoji necha oylik? Bolasi g'inojin, bolasi 3 oylik bo'lib qoldi aka, mana nasib bo'lsa qochdi. Mana 2,5 oylikmi, 3 oylik bo'lib qoldi bolasi aka. agarda aka, agar bu navos bo'lganda, bu narx boshqacha bo'ladi-da. Navos bo'lganda aka 20 dan ziyod edi. 77 million qo'ydingizmi aka? Ha, endi sigir bo'ladi-da, inasida aka. Ha, g'inojini ko'paysin. Berganda nima qilamiz? Ko'paysin aka, ko'paysin. Shunday. Aka, Ko'paysin. xudo xolasa kelaversin, ha. Kelaversin, telefon qilaversin aka. Mana sigir aka. Mana jigarlar. Mana do'stlar. Oyog'i og'ridi, nima? Suda hech narsasi yo'q aka. Soppa sog'lom mol. Soppa sog'lom mol aka. Xonazot mol mana. Xonazot o'zimizda. Mana jigarlar. Mana Mol bolasi aka. mana yalanyapti. Kelaverasizlar. Qaptiyamiz aka, bunday Yani. nimalarga qiziqqanlarga bitta. Bu aka bu o'zi Mana. quyrilganiga mazza qilyapti buzoq. Mana. Mana akalar. Emyapti mana buzoqcha.